Qaysi bir yerlarga kelib qoldim. Nima degan Dimitrov Dongs degan metroga keldim bor-ku. Og'iz ochgani 5 minut qoldi, og'iz ochgani 5 minut qoldi. Og'iz ochgani 5 minut qoldi deydi-ku. Az izlab yuribman qayerdandir chay ichsam deb. Bir 40 minut bo'ldi. Boya ikki joyga to'xtam, bir joyga to'xtamdan mana boyag'i bor-ku, lavash sotayotgan joyga to'xtam. Mashinani o'chirib, parkovka qilib, pullarni olib, shuna shu yerdan o'tib olaman deb tursam, boyag'i lavash sotayotgan bachcha bunaqa chuqlanib turib, bitib, qo'lni barmog'ini bitib turib, burnini bit chuqilyapti-da. Bunday qo'yyapti. Kangni yemmar deyimda shuna o'tirdim, to'an zing'illab hozir boshqa joyga ketyapman. Bu yerda donor degan yer bor ekan, shu kelyapman bor-ku, 40 minutdan beri izlab yuribman. Binoda yessim deyapti. Qo'ydi o'ndayga biz kirmaymiz bor-ku. Yessim deyapti. Endi bor-ku, mana shu yerga keldim, men mana shu bachani kuzatamiz bor-ku. Bir 10 minutlar mayli, qorin ochsa ham bor-ku, 10 minutlar kuzatib turamiz. Birini chiqlamasa, lekin bu o'zimizdan aqam bor-ku, ya o'zbek ya tojik. Boyag'i boshqa aytdi, endi millatni aytib, birini kattaroq bir millat aytdi, bo'ynag'i. Birini chiqlagan bu o'zimizdan o'xshaydi-ku, ya o'zbek ya tojik. O'zimizkilar pichi bo'lsa ham nimaga qoraydi-da, oti nima edi, bir tozalikqa e'tibor qiladi-da. Molning go'shtidan bo'lgan shaurmasi bor ekan bor-ku, bu yerda mana kerak. Molning go'shtidan bo'lgan. Mana kerak, hozir bor-ku, mana mol go'shti shaurma bilan bitta qahvani berdi. Nech pul bo'ladi dedim, 500 olmishsin bo'ladi dedi-da. Unga shaurma beravering dedim. Keyin mol go'shti shaurma shaqda shaurma beravering desam, pulingiz yetmayapti. Men aytdim, "Yo'q, pulim yetmar ekan" dedim. Keyin qahvani bepul berdi. Baraka topsin bor-ku. O'zimizning bachalar bor, hamma yerda poddershka qiladi tom bor-ku. Hozir o'z otishga bor-ku. 3 minut vaqt qoldi. 3 minut kuttiramizda, keyin ovqatni jiyib beramiz. Bunu qaranglar. Haqiqiy Hisarning tovuqda jim chirib yurgan ho'kizning go'shti ekan dedim-da. Tomog'ingiz tatli bo'lsin deydi ekan qirg'izlar bor-ku. Tomog'ingiz tatli bo'lsin, Norqo'z aka deb birov yozib yoribdi. Nima edi? Ilmik deganma bachcha, siz ham tomog'ingiz tatli bo'lsin.